Men Ahmedova Ra'noxon 60-yil men Eshimbiy qishlog'ida tug'ilganman. Shu joyda yashayman. Nimalar bezovta qilar edi sizni? Meni oyog'im og'riydi. Undan burun ancha doktorlarda yotib, oyoqlarimni reginga solishgan. 4 darajali suyak yemirilishi deyilgan. Keyin shu bilan ancha yotib doktorlarda shifo topmadim. Suyak yemirilishi qaysi qismda? Tizzada? Tizzalarda. Xo'p, necha yillik kasallik bu? Bu 3 yil bo'lib qoldi bunga. Shu oyoqlarim shardi, betlari, o'z qovoqlarim dimiqardi, qo'llarimda shish bo'lardi. Keyin o'zim juda nima holatga tushib qolganman. Keyin shunda doktorlar foyda bo'lsa bo'lmagandan keyin shu qizim Manzuraxon qizim, shu kompaniyada shu dori e'lon qilindi. Shu mahsulotdan ichib ko'ringchi deyishdi. Keyin shuni olib berdi, ichib ko'ryapman. Mana ichganimga 20 kun foydasi bo'lganda bildim. Har kuni 2 mahaldan ichardim bir kunda. Keyin o'sha oyoqlarda shishlar, yurganimda zinadan tushishlarimda ham og'riq berardi. O'shalar qorib qolib, hozir mana 3-oyini ichyapman. Men o'zimni yaxshi his qilyapman. Qaysi mahsulotni qanday dozada ichdingiz va dastlabki o'zgarishlar haqida gapirib bersangiz? Qaysi mahsulotni? Shu kalsiy. Shu kompaniyani dorilarni ichib men shundan foyda topdim. Qizingizni ham chaqirsak bo'ladimi? Keling Manzuraxon. Keling, yonlariga o'tiring. Siz ham ozgina qo'shimcha ma'lumotlar berib yuborsangiz, o'zlari qanday holatda bo'lgan, ya'ni mahsulotni siz tavsiya qilgan ekansiz. Qaysi mahsulotni qanday dozada ichdilar va yonidagi inson sifatida o'zgarishlari haqida ozgina gapirib bersangiz, nimalardan o'zgarish bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Ahmedova Manzuraxon. Yangiqo'rg'on tumanida hamshira bo'lib ishlayman. Men hamshiraligim sababli onamda ko'p og'riqlar, oyoqlarida suyak yemirilishi, Coviddan keyin shunaqa asoratlar bo'lgan. Ko'p davolatganmiz, doktorlarga yotib chiqishgan, yuraklarigacha davolatganmiz. Yuraklarida ham kasalliklari bo'lgan, oyoqlarida og'riq bo'lib, hattoki biz qidirib kelganimizda bizni kuzatishga ham chiqa olmaydigan darajada oyoqlari yurolmay qolgan. Shu kompaniyadagi mahsulot eshitganman va qiziqib onamga olib berishni o'zim uchun orzu maqsad qilganman va mahsulotni sotib olib onamga o'zim shaxsan o'zim pulimga olib onam uchun sovg'a qilganman. Onam kelib sovg'a qilib ketganimdan keyin doktorlar kelishib belgilab berib ketishgan. Bir kunda 4 mahaldan kalsiy va kauzim 2 mahaldan. Shularni ichib bir haftadan keyin onam menga telefon qilishgan. Manzuraxon, qanaqa dori berding menga? Oyoqlarimda og'riqlarim yo'qolib, sekin-sekin yura boshladim deyishgan. Chunki onam o'tirsalar umuman tura olmay qolishgan. Xursand bo'lganman va onamda bo'lgan nimalarni eshitib uyga kelganman. O'sha jarayonlarni siz davom ettirsangiz, qanday bo'lgan holatlar, og'riqlar haqida jarayonlarni ozgina yoritib bersangiz. Menda birinchi shu o'tirganimda ham oyoqlarga og'riq berardi. Yotganimda kechqurun oyoqlarimni yig'olmas edim. Yig'sam yana tizzaga shunaqa og'riqlar berardi. Shu dorini ichganimdan keyin shular ancha 20 kun ichida menga rosa foydasi yaxshi bo'ldi. Shundan men yaxshi bo'lishni mana boshladim. Hammaga shu doridan ichishni tavsiya qilaman. Ichishni boshlaganlariga necha oy bo'ldi shunda? 2-oy tugab, 3-oyda. 3-oyda boshladim. Bir korobkani ichib bo'ldilarmi? Endi. Necha pachka ketdi mana shu tuzalib o'zlarida yaxshi his qilganlarigacha? O'zgarish sezginlarigacha. O'zgarishni bir hafta, 1 oyga qolmasdan sezishgan. O'sha bir hafta ichida boshlagan. 1 oyda o'zi onam ko'chaga chiqib, zinadan tushib, o'z ixtiyori bilan ko'chalarda aylanishni boshlashgan. 1 oy ichida, 1 oy bo'lmasdan oldin rezultatni olib bo'lishgan. Tushunarli. Nima kasalliklari bor edi yana? Menda tosh bor edi yuragimda. Ular qiynalishi yo'q bo'ldi. Keyin nafas olishimda yurakda tosh? O'tda tosh bor edi. Ular yo'qoldi.
keyin nafas olsam o'ng tomonim sanchib bunday og'rib ketardi, voy deb qolardim. Shu dorini ichgandan keyin shular ham hammasi yo'qoldi. Poli hozir shunda tuzalib ketdilarmi? To'liq. Qanday yurishlaringiz qanday? Turib ko'rsating. Turishlarim mana yaxshi. Turishingiz, bu yoqqa. Yurishlari yaxshi. Qanday? Oldin shu stoldan tursam, endi turolmasdim, bunday ilk turolmasdim. Shunday qilib voy voy deb keyin qadam tashlardim. Ana shular yo'qoldi. Mana zinadan tushsam, zinadan yurolmasdim, tusholmasdim. Oyoq ko'tarsam, oyog'imda og'riq berardi. Voy bular kelsa ham kuzatgan ham chiqolmasdim. Bo'pti qizlarim, yaxshi boringlar deb kuzatib borardim. Hozir pul tuzalib ketdi. Hozir hammacha yaxshi. Yaxshimi? Zo'r. Alloh shifo berganiga. Shukr, mana shu kompaniyada ishlaganlarga. Ha, bir oyda menga natijasi juda yaxshi bo'ldi. Tashxis qanaqa edi? Sizda suyak yemalishida, ham bo'ldi, tushundim. Nima stepani bormidi? Men ishganda ham qo'rqardim-da. Endi men shu nima bilan bularga bildirmasdim, kelsa yig'lab, ichimda yig'lab, nima yig'layapsiz? Endi dadalang o'tib ketdi, men ham o'tib ketib qolamanmi shu kasallik bilan deb nimaga tushib qolgan edim. Ha, bo'ldi, tushunadi. Endi sog'lom bo'lganingiz bilan biz ham xursandmiz. Yana ham rahmat. Shu kompaniyada ishlagan hamma xodimlarga rahmat. Sog'lig'ingizdan, biz sog'lig'ingizdan topganingizdan xursandmiz. Rahmat, sizlarga. Xursandmisiz? Xursandman, nimaga xursand bo'lmayman o'g'lim? Rahmat.